إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muallim Sani negizinde Arap harflerin öğrenimini devam etamiz. O'tgan darsda endi bizdagi kabi sin harfini öğrengan, s harfi. Bugün endi ikkinchi s harfini tanib olamiz arab tilida, ammo bu sin harfi ayrıla bizning saqovligi bilan. S. Boshqalardagi sasak deganda s. Ol bizning mana bulay yozilar. Bulay narsalar öğrendik hali. Asqa nuqta qo'ysak, bu bulasga 2 nuqta qo'ysak. T bula 3 nuqta qo'yamiz ekan ustuna, ol bizning saqov s bo'lar ekan. S, si, su, s. Ya'ni ustdagi tishlarimiz tilning ishonatiga. S. Azra ishkerak tilning azra ishkilishunatiga. S. Sin desak bitin til bizning tishga tegmi, shulay sin. Ana s deganda ustdagi tishlar bizning tilning ishini azra ishkerak kiritib diye. S. Saqov s. Ayda bir tanish so'zlar yo'qmi ekan? Harflarni o'qib ketigali. Sa, si, su, bas, sib, sam, sin, samaru, plody. Yani o'ng'ish. Baqshada endi kuz kuni o'ng'ishni jiyib olamiz. Samaru. Voy. Jimishlar degani o'ng'ish, jimishlar, давать plody, plod. Jimishlar, o'ng'ish, o'ng'ishni jiyib olamiz. Samaru deb ataladi. Samanu, цена, бая. Цена, стоимость. Саману, бая, цена, стоимость. Сауру, угыз була. Сауру, бык. Сауру, угыз, бык. Саубу, күлмәк. Саубу, күлмәк. Сейбу, мислю, муслю, масалу, мисал. Пример, образец. Шулай, татар сөзі шулай. Мисал, мында ничек? Масалу. Кәусәрнің не біләсіз? Өткендәге Кәусәр елгасы, Кәусәр чишмәсе. Кәусәр күп ниғмәт дип тә тәрҗемә ителә. Аксара, юксиру, أثبت يثبت استكثر يستكثر استثقل يستثقل. Ham qaragыз, ихтибарлы булыгыз, охшаш хәрефләр дигән. Сәмәру. Ham икенчесе сәмәру. Сәпту. Сәлсу. Әйдәгез, бөтен сүзләрне карап укыйгалы. Сә, си, су. Бәс. Sib, sam, sin, samaru, samanu, sauru, ثوب سيب مثل مسل مثل كوثر أكثر يكثر أثبت يثبت استكثر
istakthara, istakthara, yastakthiru, 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 istathqala, is sin boshda, anari tes saqovsi, istathqala, istathqala, yastathqilu, yastathqilu, yastathqilu. O'xshash harflar butamaymiz. Samaru, samaru, sabtu sin bilan. Hammasi saqov sabtu. Hammasi salsu sinlar, hammasi salsu saqov silar. Hozir nishlaymiz? Odatdagicha daftarimizni olib, daftarimiz to'lib bitmadimi hali? To'lsa, yong'ini boshlari kerak. Chunki yozmasam, yozib o'rganib bormasam, ista qoldirib bo'lmay yozganda harflar yaxshiroq ista qolacak. Shunga ko'ra sini o'zingina yozib chiqamiz, boshida kelatiran sini yozamiz, o'rtasida kelatiran sini ikkinchi yo'l yozamiz, oxiridan kelatiran sini uchinchi yo'l yozamiz. Ham shu so'zlarni endi ishlaymiz. Basni bir yo'l, sib, sam har birisini birshar yo'lga ko'chirib yozamiz. Ham tarjimalarini shulay aytib, qabotlab yozamiz. Ham eng muhimi ishlarga o'qirga unutmaymiz. Ko'proq o'qigan sayin tezroq o'rganishak biz. Alloh taolo yengilligin bersin, harflarni o'rganib chiqishga tavfiq bersin. Yorti yo'lda to'xtab qolmasqa, oxirlik borib yetirga Alloh yordamidan tashlamasin. Subhanakalloh bihamdik, va ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.